hammaylar bilib ketgan edi. Hatto Hindiston tozalash jamiyati maxsus uning ishg'oldiga kelib tantana qilib, uningdan hol so'rab, uni tozalab birlashmasining raisi bo'lib berishga taklif qiladi. Haqoratga chidamagan bola sotga chiqishga majbur bo'ladi. Hamda o'zining kichigidan tortib zangli qilib kelgan qapqar savodishini oqlovchi bo'lib berishga taklif qiladi. Poh, o'zini oqat bilan qilayotgan bu qiz haqni oqlamdi endi. Ha, bo'pti, uni qanday qilamiz endi? Sotda ikki taraf keskin munozara olib boradi. Sotda Parining siz o'zingizni toz ekanligini qabul qilolmayotsangiz, meni qanday qabul qilsin deysiz degan gapi bolaning uyi-uylariga tegib ketadi. Hamda ajrashishga rozi ekanligini bildirdi. Alomat ish qildingiz-mi? Munda ish qildingiz. Jing payzingiz va Xudo qitim orangutandek chuqliq birazga degansizmi? Shuningdan keyin bola qaytadan o'zini to'nigandek bo'lib, saxta chechini tashlab o'tib, xizmatidan iste'fo berib, necha vaqtdan beri o'zini qo'g'lashgan qizning yiniga berib, to'y talabi qo'ymoqchi bo'ladi. Noyat afsus, to'y qilganda uchraydi qizlar gira-gira, yolg'iz qolsang topolmaysan bira-bira degandek, bu uzun yil yog'i o'ltirib qolgan oypotammi birsi bilan to'yga qo'pgan edi. Shuningdan boshlab, xaqtoz degichi mentoz devalay degan bola taqdirning o'ziga qilgan chaqchaqlarini pisand olmay, angliq chaqchaqchi bo'lib, o'zining kamchiliklarini tamoman qabul qiladi. To'g'ri, inson mukammal bo'lmaydi. Balkim toz bo'lishingiz mumkin, qori bo'lishingiz mumkin, semiz bo'lishingiz mumkin, sat bo'lishingiz mumkin, haqar bo'lishingiz mumkin. Ba'zi narsalarni o'zgartgan bo'lmaydi. Lekin bu sizning bir xosligingizda, oyning yuzida dog' bor. Lekin u kechini yo'rtib Hamda o'z o'rinlarga Hindiston tozalab birlashmasining elib kelgan थोड़ा सन की करूँ मन की